tanishlarim aytadi, xaraktering yaxshi, har doim xushchaqchaq yurasan, kayfiyating har doim zo'r deyishadi. Hech siqilmaysan, problemang ham bo'lmasa kerak deyishadi. Problema daxuya. Lekin menda o'ylash, siqilish degan narsa yo'q. O'ylaganim bilan o'ylayman, o'sha problemani yechimini qidiraman. Tamom. Siqilib, unaqa o'ylab o'tirish, dumga tushib qolish yo'q-da. Alloh shuni xohlabdimi, shunaqa bo'ldi. Tamom. Bundan battaridan Xudoning o'zi asrasin. Bundan battar bo'lishi ham mumkin edi deyman. Любой situatsiyada. Misol uchun qanaqadir problema boshimga tushsa, dardimni kimgadir dasturxon qilganim bilan birov menga yordam bermaydi. Nabarat ustimdan kuladi. Yordam so'rasam, yordam berishni o'ylab ko'rishmaydi, maslahat berishadi. Meni aqliy darajamdan o'qigan kitoblarni 10dan birini o'qishmagan. Aqliy darajam ularnikidan yuqori. Uni bilishadi, 100% bilishadi. Men ulardan aqlliroqligimni, lekin maslahat berishadi. Sani sassu maslahatingni ko'timga tiqami yo'qmi deyman-da. Menga yordam kerak bo'lib turgan joyda kimdir menga aql chizsa yoqmaydi. Shunaqa. Hayotdan olmasang ta'lim, senga hech kim bo'la olmas muallim. O'shaning uchun birovdan yordam ham so'rash kerak emas, dardingizni dasturxon ham qilib o'tirmang. Oxirida kulishadi ustingizdan. Hech kim yordam berishni o'ylab ko'rmaydi. Shunaqa.